Voy, to'xta. Napoleon şoförümü bakıra. İşlep durama peyizligini qargına. Kim yasapadı buni? O'zim yasagan. İşlerini qilyapti. Rost. Mushu jug'on bilan mushunchalar yo'g'on chaqonasi yasalamizsan. Voy, xilxin nimlar yasagan. Peyizing bor. O'zing darlekidan. Moltoq tezdim ekan. Bu jilyozdan degan. Moltoq tezdim. Yaxshi. Pek chiroyli qilsam sayjima bunamma. Rahmat. Ma nima ma bu? Tormoz. Mavchu. Bu mayning. May quyib qo'ydi g'ayri. May tormozda bu. To'xtosa bu. Ha, tormoz solmaydingmi? Mavchu xotmi? Yo'q, bu qo'l tormoz tatib qo'ydi. Anti qizdon xotmiki deb nima bu? Mavchu lexachirangmi ma bu? Voy. Bayqa. Ya bek chiroyli keltiribsan. Mayaqdan kel. Mayaqdan tatyapmini. Baqira diniga chiroyli o'taqlamayda edim. Qancha vaqt yasadan buni? Voy, buning bir yil vaqt ketdi ekan. Bek chiroyli qilsa qaramay, kaptagini qaraganda pardaldan nima mana. O'zimiz qalaychi to'p. Ne? Qalaychilik qilib, suvarchilik qilib, shuni bitirib qo'ydim. Bu bir nayt yaxshi asar bo'pti bu. Mushu hamma ish yuqori pallasiga yetgan chog'da san'atga aylanadi. Sening mushu hunaring bilan san'atga aylanibdi. Haqiqiy sen masalan bir ishni yaxshi qilganlar oxirida san'atga aylanadi. Mayli tamoq, masalan sayr qorish bo'lsin, mayli to'ymochilik bo'lsin, mayli boshqa masalan mevchi, masalan bog'vanlar bog'u. Shularning mush bog'lar qilgansan har xil san'atlik qilib pishib yetilib yuqori pallasiga chiqqanda ashunda olib keldikanda, lekin ular chog'larda 50 yoshlar bo'larkan, sen qancha kirdisan? 28 kirdim. 28 yoshda sen meni san'atga aylantiryapsan. Nayt yaxshi bo'pti. Mana bir aylantirib tortyapgina. Ishqimiz bilan shunchalik bir. Har bir odamning to'qib katta bu narsaga ishq bo'ladi ekan, shuni qotdi ishqim. Shuni men buni Ata-onangni qo'llandi. Ota-onam qo'llaydi, qo'lli deydi. Yaxshi bo'pti, bek chiroyli qilibdi mana. Men odam o'shani boshqa yurtlarimiz zakaz qismi shunga o'xshash yasab ta'minlab bersa shundan. Ta'minlab beramiz gap yo'q. Onasi telefon nomerini menda bir oldirmay deb biramsa. 182 039 24 16. Yana bir 182 039 24 16. Popda enim nayt yaxshi o'tdi. Shu bizning jilyozni o'tkazayotgan chechak bayramiga yaxshi bir tus qo'shibsa, anadan keyin oqsham opamni selib men mangdim bir xil hozir. Napoleonning davridagi Angliyada shu otliq ham qotdi-da buningga. Otliqmi bo'ldi, otmi qatqini bo'ldi. Otmi qatqi bo'ldi, meyak sharoit yaramaydi. Endi moshani sen qatqi bo'ldigan, mushtaq to'qliq qildigan hammani qilib beralaysan shundami? Mushtaq qilib beramiz. To'ylarga zakaz bo'lsa, to'ylarni qilamiz. Masalan, to'ylarda to'y mulozimligini qilamizda. Hamda yaxshi bir necha ming qo'yliq mashina bo'lganning o'rinda shu qilsa boshqacha bir shouga chiqib. Ma'noda bekshiraqa bog'lanmaydi emasmi? Hamda o'tirliqdagi qisqa film ilish u bo'larni aytmas. Navada Maşa bizga o'xshash doimda film yo'llaydiganlar shuni uyingga bir to'xtatib qo'ysa taylar. Shuni ishiltib filmlarni ishiltibasi bo'ladi-da. Bo'ladi gap yo'q unda. Haqsizmi? Haqsiz aka, haqsiz. Yaraysa. Anglanglar ko'pchilikka shu arvoda sizlarga ehtiyojingni tushib qolsa shu enim haqsiz ta'minlaydi. Shu g'olji naisniki jilyoz bozordan chiqib ketmagan asosda olib berib ishlasanglar bo'ladi. O bu jutlarga aytib qolsanglar bunga ijara to'laysizmi? Ashta bo'lsin maynim hamsa. Ishlaring utuq tilayman. Shu chechak bayramidagi kirmaniki yuqori bo'lishini, ota-onaning salomat bo'lishini. Rahmat aka. Ondan sonra ko'pchilik inimizni qo'llaymiz juma. San'at, ma degan san'at